Assalomu alaykum, efirda axborot dasturi. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev kosmik monitoring orqali yangi iqtisodiy imkoniyatlarni aniqlash yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Kosmik soha faqatgina koinot, sayyoralar va yulduzlarni o'rganadigan fundamental fanlar yo'nalishi emas. U strategik miqyosda ko'plab amaliy fanlar, texnologiyalar va iqtisodiyotning asosiy tarmoqlariga kompleks ta'sir ko'rsatadigan yo'nalishdir. Bugungi kunda kosmos davlat rivojlanishini boshqarishning amaliy vositasi hisoblanadi. An'anaviy kosmik fan astronomiya, astrofizika, gravitatsiya tadqiqotlari, nazariy mexanika va koinot qonunlarini o'rganishga xizmat qiluvchi boshqa yo'nalishlarni ham qamrab oladi. Ammo 21-asrda fazoning tub mohiyati uning fanlar aro yondashuvidagi o'rni va amaliy jihatdan foydaliligida namoyon bo'lmoqda. Zamonaviy kosmik texnologiyalar noyob ma'lumotlarga yo'l ochib beradi va iqtisodiyot, boshqaruv hamda xavfsizlikning ko'plab jarayonlari uchun zarur bo'lgan infratuzilmani yaratadi. Bugun fazoviy tadqiqotlar ko'plab ilmiy amaliy yo'nalishlarning texnologik asosiga aylandi. Bular quyidagi jarayonlarda ko'rinadi: geoinformatika va kartografiyada, yuqori aniqlikdagi raqamli xaritalarni yaratish va yangilash, relyef, yer resurslari, suv havzalari hamda qurilish jarayonlarini real vaqt rejimida kuzatish. Qishloq xo'jaligi sektorida yerni masofadan zondlash orqali qurg'oqchilik o'choqlarini aniqlash, hosildorlikni prognoz qilish, sug'orish va o'g'itlarga ehtiyojni aniqlash. Ekologiya va iqlim yo'nalishida sun'iy yo'ldosh ma'lumotlar yordamida o'rmonlarning kamayishi, suv sathi o'zgarishi, havo ifloslanishi, chang bo'ronlari va aholi salomatligiga ta'sir qiluvchi boshqa hodisalarni kuzatish. Logistika va transportda navigatsiya tizimlari orqali aniq joylashuv, avtoparklarni boshqarish, yo'nalishlarni optimallashtirish. Energetika va geologiyada sun'iy yo'ldosh tasvirlari va spektral tahlil orqali foydali qazilmalar konlarini aniqlash, texnogen avariyalar xavfini baholash. Iqtisodiy xavfsizlik borasida sanoat obyektlaridagi faoliyatni tahlil qilish, noqonuniy qazib olishni aniqlash, yer va tabiiy boyliklardan oqilona foydalanishni nazorat qilish. Shaharsozlik va boshqaruvda qurilish jarayonlari, aholi zichligi, transport yuklamasi va ekologik holatni muntazam monitoring qilish. Xullas, bugungi kunda koinot nafaqat ilmiy kashfiyotlar manbai, balki strategik rejalashtirishning asosiy elementiga aylanmoqda. Sun'iy yo'ldosh texnologiyalari davlatlarga oldindan faolroq bo'lish, tahdidlarni ko'ra bilish va ularga faqat javob qaytarish emas, balki ularning oldini olish imkonini ham bermoqda. Umuman, O'zbekiston uchun kosmik soha bu barqaror rivojlanish, raqamli boshqaruv, resurslardan oqilona foydalanish va milliy xavfsizlikni ta'minlash kalitidir. Bugun Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev kosmik monitoring orqali yangi iqtisodiy imkoniyatlarni aniqlash yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Mamlakatimizda iqtisodiyot tarmoqlarida aerokosmik ma'lumotlardan foydalanish kengayib bormoqda. Xususan, Prezidentimizning 30-sentyabrdagi farmoni bilan bu boradagi ishlar yangi bosqichga olib chiqildi. Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi Kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar agentligi geologiya, yer munosabatlari va ekologiya sohasida yiliga kamida 3 marta davlat kosmik monitoringini o'tkazishi belgilandi. Agentlikning hududiy vakillari lavozimi joriy etildi. Taqdimotda ta'kidlanganidek, endilikda kosmik tahlillar yordamida iqtisodiyotga katta turtki beradigan yangi imkoniyatlarni aniqlash lozim. Respublikada har yili yuzlab foydali qazilma konlari va karyerlar auksionga chiqarilyapti. Tadbirkorlarga imkoniyat yaratilib, konlarga sanoat olib kirilmoqda. Misol uchun, o'tgan yili 170 ta, yil boshidan esa 172 ta kon auksionda sotilgan. Lekin konlardan ruxsatsiz foydalanish muammosi hanuzgacha dolzarb ekani. Yil boshidan kosmik monitoring yordamida 2000 dan ziyod shunday holat aniqlangani qayd etildi. Bosh prokuratura oldiga iqtisodiy jinoyatlarning oldini olish va ularni o'z vaqtida fosh etishda yer, ishlab chiqarish obyektlari va konlarni sun'iy yo'ldosh orqali tahlil qilish ma'lumotlaridan samarali foydalanish vazifasi qo'yildi. So'nggi yillarda o'zboshimchalik bilan qurilgan 1,365,000 ta uy-joyga kadastr rasmiylashtirib berilgan, lekin haligacha bunday noqonuniy qurilishlarga to'liq barham berilgani yo'q. Yil boshidan 33,000 dan ziyod o'zboshimcha qurilish aniqlangan bo'lsa, ularning ko'pi qishloq xo'jaligi yerlariga joylashgan. Shu munosabat bilan qisqa muddatda tegishli axborot platformalarini integratsiya qilib, noqonuniy qurilish holatlarini tezkor o'rganish va bartaraf etish imkonini beradigan tizim yaratish topshirildi. Taqdimotda kosmik monitoring asosida joylarda bo'sh turgan yerlarni aniqlash va iqtisodiy aktivga aylantirishga alohida e'tibor qaratildi. Mamlakatimizning 6 ta hududida olib borilgan o'rganishlar natijasida 300 gektarga yaqin bo'sh yerlar aniqlandi. Birgina Toshkent shahrida 95 gektar bo'sh yer uchastkasi topilib, auksionga chiqarilgan. Prezidentimiz bu yil yana 8 ta hududda, kelgusi yilda barcha tuman markazlarida o'rganishlarni oxiriga yetkazish vazifasini qo'ydi. Sohada xalqaro tajriba va ilg'or yechimlarni faol joriy qilish zarurligi qayd etildi.
Mutasaddilar bu borada ishlab chiqilgan loyihalar yuzasidan axborot berdi. Jumladan, kosmik ma'lumotlarni sun'iy intellekt yordamida tahlil qilib, daraxtlar kesilishi, metan gaz sizib chiqishi, quyosh panellarining samaradorligi, yo'l qoplamasi holati, temir yo'l va elektr tarmoqlaridagi nosozliklar va ortiqcha yuklamalarni aniqlash ishlarini tashkil etish rejalashtirilgan. Shuningdek, taqdimotda kosmik sohada ta'lim ekotizimini yaratish, kosmik tadqiqotlar va texnologiyalarni rivojlantirish, yo'ldoshli aloqa texnologiyalarini joriy etish orqali mamlakatimiz olis hududlarda aloqa qamrovini oshirish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. 2028-yilda Samarqandda o'tkaziladigan Xalqaro astronavtika kongressiga puxta tayyorgarlik ko'rish yuzasidan topshiriq berildi. Prezidentimiz huzurlarida aerokosmik monitoring masalalari ko'rib chiqildi. O'zbek kosmos agentligi yiliga yangi farmon bilan kamida 3 marotaba kosmik monitoring amalga oshiradi. Bu geologiya, kadastr, ekologiya sohalarida. Undan tashqari foydalanayotgan yerlar iqtisodiy aktivga kiritish masalalarini ko'rsatib berdik. Aniq bizga topshiriqlar berdilar. Hozirgi kunda hamma sohalarda aerokosmik ma'lumotlarni ishlatish bo'yicha, hududlarda o'qitish bo'yicha, axborot texnologiyalari bo'yicha hududlarda o'qitish va soha vakillariga o'rgatish bu masalani kosmik texnologiyalardan foydalangan holda ko'proq aholimizga va tadbirkorlarga shu masalani tushuntirib va ularni yerga, suvga bo'lgan munosabatini o'zgartirish. Aerokosmik texnologiyalar va sun'iy intellekt yordamida yangi yo'nalishlarda belgilab berdilar. Bu elektr uzatish tarmoqlari, quyosh panellari monitoringi va qayerga quyosh panel qo'ysa bo'ladi va u o'zini qanaqa samaradorligini beradi. Elektr uzatish tarmoqlarida bu xorij tajribasidan olingan bo'lib, tarmoqlarda simlarni uzilishi, osilishi, zanglashi yoki ularni loyihalashda o'zini foydasini beradi. Bundan tashqari transport vazirligi va mahalliy hokimiyatlar bilan avtomobil yo'llarini qurilish va ta'mirlash ishlarida yo'l qoplamani nuqsonlarini aniqlashda aerokosmik monitoring orqali tahlilini qilish. Temir yo'l monitoringida ham dron va lidar optik kameralar orqali temir yo'l holatini kuzatish, undan tashqari rels va o'sha shvallarni yo'lini, geometriyasini, shikastini, cho'kishini nazorat qilish. Kosmik sohada ta'lim ekotizimini yaratish bo'yicha hozirgacha qilgan ishlarni aytib berdik. Bu kosmik oromgoh, konsert loyihasi, Unisat loyihasi, kosmik hakatonlar, yosh muhandis loyihasi. Bu masalada prezidentimiz aniq topshiriqlar berdilar. Bu masalani maktabdan institutgacha bo'lgan davrda tatbiq qilish bo'yicha topshiriqlar berdilar. Hurmatli prezidentimiz o'zbek kosmos tizimini yaratib, o'zbek kosmosda hamma kosmik ma'lumotlarni olib, shu orqali obyektiv holatda baholash tizimlarini qilish bo'yicha alohida farmon qilib berganlar. Kosmik texnologiyalardan prezidentimizning hozirgi mana farmonlariga ko'ra juda ko'p yo'nalishlarda qo'llanib kelinmoqda. Kosmik texnologiyalar orqali juda ko'p holatlar aniqlandi va o'sha holatlarni tegishli organlarga chora ko'rish bo'yicha yuboriladi va hozir mana bu farmon bilan yangi tizim qo'yildi. Ya'ni avvallari boshqa davlat organlari o'zi alohida, kosmos alohida bo'lgan bo'lsa, hozir hammasi yagona integratsiyalangan tizim orqali har qanaqa holat bo'yicha mana yiliga kamida 3 marta kosmo monitoring qilinadigan bo'lsa, har bir aniqlangan holat bo'yicha tegishli tizim orqali ularga chora ko'rish bo'yicha imkoniyati paydo bo'lyapti va shuning uchun ham prokuratura organlari tomonidan bu ustidan qat'iy nazorat natijasida qonun buzilishi mumkin bo'lgan holatlarni oldini olishga imkoni boricha kamayib boradi va undan tashqari prezidentimiz alohida shu yo'nalishdagi mutaxassislarni tayinlashga e'tibor qaratdilar. Ya'ni qaysi mamlakat kosmik texnologiya bilan qiziqib, doimiy o'sha bo'yicha ishlanadigan bo'lsa, o'sha mamlakatlardagi yoshlarni ilmga, yangi texnologiyaga bo'lgan qiziqish ortib boradi. Mana shu kabi kosmik texnologiyaga qiziqishi yoshlar orasida targ'ibotni kuchaytirish bo'yicha vazifalar belgilab berildi. Buning orqasidan mana hozir kosmik agentligi Space Camp Turkiyaga yuborib, u yerda juda ko'p iqtidorli yoshlarimizni Space Campda qatnashishga imkoniyati bo'ldi. Yana o'zimizda turli xil shu kabi tadbirlar bo'lyapti va buning orqasidan shu sohada qiziqadigan odamlarni ko'paytirib borishimiz kerak. Shuning uchun ham O'zbekiston ertaga mana hozirgi yuqori o'sish sur'atlarini saqlab qolish uchun, undan keyingi yanada yuqori sur'atlarga erishish uchun aynan innovatsiyaga, aynan yangi texnologiyalarga, aynan shu ilmga e'tibor qaratish muhimligini hurmatli prezidentimiz ta'kidladilar. Bu yo'nalishdagi ishlarimizni tizimlashtirish uchun
10 yillik dasturni puxta ishlab chiqish bo'yicha vazifalar belgilandi. Bu bo'yicha hozir mana dunyoning eng katta shu yo'nalishdagi konsalting qiladigan Novospace kompaniyasi bilan ish boshlaganmiz. Prezidentimiz alohida urg'u bilan aytganlari, mana 600 yil oldin Mirzo Ulug'bek o'sha observatoriya, madrasani ochgan bo'lsalar, hozir mana shu Samarqandda dunyoning eng katta kosmik tadbir o'tkazilgandan keyin biz ham mamlakat sifatida bir munosib shu Mirzo Ulug'bek avlodlarini yetishtirib chiqarish namunani ko'rsatishimiz kerak degan vazifani qo'ydilar. Ya'ni bu bir martalik tadbir emas va buni orqasidan juda katta yoshlarning ongida o'zgarish bo'lishi kerak degan masala. Albatta bularni amalga oshirish uchun barcha vazirlik, idoralar jamoasi, chet el xorijiy konsultantlar bilan hamkorlikda belgilangan vazifalar bo'yicha ishlarni tashkil qilishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun ham alohida o'sha dastur ishlab chiqaramiz va dastur bo'yicha tegishli hamma bandlarni, hamma sohalarni qamrab oladigan tizimlar yo'lga qo'yamiz. Bugun davlatimiz rahbari huzurida kosmik texnologiyalarni iqtisodiyot sohalarida tatbiq qilish masalasi yana bir marta ko'rib chiqildi. Bugungi taqdimotimizda qilinadigan ishlarimiz bo'yicha oldimizga ustuvor vazifalar bo'yicha tegishli ko'rsatmalar oldik. Xususan kadastr, geologiya, ekologiya sohasida mana yaqinda bizga prezidentimiz yangi farmon qo'yib berdilar. Shu farmon bilan biz davlat kosmik monitoringini yiliga kamida 3 marta olib borish masalasi ko'tarildi. Bundan tashqari biz yangi sun'iy intellekt va kosmik texnologiyalarni qo'llagan holda yangi yo'nalishlarda, ya'ni energetika, avtoyo'l, temir yo'l, yashil energetika yo'nalishida ushbu texnologiyalarni qo'llab sinov loyihalarini, bu sinov loyihalarimizni hozirgi infratuzilmamiz, hozirgi imkoniyatlarimizdan to'g'ri foydalanish, ularni optimizatsiya qilish, xarajatlarimizni optimizatsiya qilish. Mana shu yo'nalishlarda biz yangi loyihalarni qilib, yil oxirigacha natija ko'rsatib beramiz. Natijamiz doirasida keyingi takliflarni kiritamiz. Bu tajribani butun respublikaga tatbiq qilish bo'yicha. Yana bir masala bu ta'lim yo'nalishi bo'yicha alohida to'xtatib o'tildik. Kosmik elementlarni, kosmik texnologiyalarni ta'lim tizimiga, bu bog'chadan oliy ta'lim muassasasigacha bo'lgan tizimda kiritib borish, chunki bu kosmik elementlar butun dunyo tajribasida ko'rib turibmizki, bu texnologiyalar va ko'nikmalar bolalarda, yoshlarda injineriyaga, aniq fanlarga, texnokratiyaga qiziqishini keskin oshirishga bir zamin yaratib beradi. Yana bir asosiy masalamiz bu 2028-yilda Xalqaro astronavtika kongressiga Samarqand mezbonlik qilishi va mana shu kongressda butun kosmik hamjamiyatdan 10 mingdan ortiq odamlarni tashrif buyurishi, bu albatta O'zbekiston uchun juda bir katta yutuq. Bunday tadbirni yuqori saviyada o'tkazishimiz uchun albatta biz tomonimizdan juda katta bir kuch, harakat va g'ayrat talab qilindi. Shu masalada ham tegishli ko'rsatmalarni berdilar. Davlatimiz rahbari bo'yicha ishlaymiz. Bunda kadastr agentligi ham bir qancha vazifalar yuklandi. Yer kadastr nazorat tadbirlarini amalga oshirish va boshqa bir qator yo'nalish bo'yicha kosmos agentligi bilan doimiy hamkorlikni yanada jadallashtirish, jumladan O'zbek kosmos agentligini yer maydonlarini o'zboshimchalik bilan egallangan va ularda qolgan noqonuniy binolarni qurganini ehtimoli yuqori bo'lgan holatlarni muntazam ravishda kadastr agentligiga taqdim etiladi. Kadastr agentligi xodimlari tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar asosida joyiga chiqib, holatlar o'rganiladi. O'zboshimchalik bilan egallab olingan, aniqlangan taqdirda bartaraf etish bo'yicha choralar ko'rishadi. Buni afzallik tomoni maishiy korrupsiyaga yo'l qo'yilmasligini nazorat qilib beradi. Bundan tashqari yer uchastkasiga huquqi bo'lmagan turar joylarga huquqlarni e'tirof etish bo'yicha ham hamkorlik olib bormoqda. Hamma instansiyadan o'tgandan keyin ham Kosmos agentligini tegishli xulosasi bo'lgan taqdirdagina ularga huquqlar e'tirof etilmoqda. Yana bir muhim yo'nalish kadastr agentligini yana bir faoliyatidan biri bu, ya'ni aerosyomkalar orqali artefakt yaratish, samolyot orqali tasvirga tushish imkoni bo'lmagan maydonlarda, tog'li, cho'llik va o'zgarishi kam bo'lgan hududlarda taqdim etilgan kosmik suratlardan ma'lumotlardan foydalanib kelinmoqda. Ushbu kosmik suratlar aerosuratlarimiz bilan birlashtirilib, elektron xaritalar yaratilishi yo'lga qo'yildi. Bugungi yig'ilishdan keyin yuqoridagi yo'nalishlar bo'yicha hamkorlikni yanada takomillashtirish, sohaga kosmik texnologiyalarni yanada kengroq joriy qilinishi bo'yicha o'zimizga maqsad qilib belgilab oldik.